Assalomu alaykum. Elektron tijorat fanidan birinchi topshiriq bo'yicha videolar ekanmiz bugun. Jurnal tartib raqami bo'yicha meni mavzuyim B2C, ya'ni biznesdan iste'molchiga mavzusida videorolik tayyorlash. Xo'p, demak, shu mavzu bo'yicha video tayyorlaymiz. Guruhim 1x22, ismim Kadirova Dildora. Tekshiruvchi o'qituvchi Rajab Sherzodbek. Mavzu bo'yicha boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi onlayn magazin. Menda onlayn magazindan Uzum Market bor ekan. Bugun shu haqida olmoqchiman videoni. Xo'p, onlayn Uzum Market ilovasiga kirsak, bu yerda juda ham ko'p assortiment, vibr, o'zingiz istagan, hayotingizda kerak bo'ladigan har bitta, masalan, bozorda topishga qiynaladigan narsalaringizni Uzum Marketdan bemalol zakaz qilib uyga olib keltirsangiz bo'ladi. Olib keltirish juda ham udobni, qulay. Albatta bizda xo'p, buni har xil masalan katalog bor ekan. Mana aytganimdek, hayot uchun zarur bo'ladigan har bitta katta-yu kichik texnikami, uy-ro'zg'or buyumlarimi, qurilish, ta'mirlash materiallarimi, kitoblar, masalan bolalar uchun juda ham ko'p kerak bo'ladigan narsalarni qidirib topsa bo'ladi. Masalan, menga Uzum Marketdan yoqadigan narsa bu yerda kitoblar. Kitoblar bo'limi. Bu yerdan har xil mavzudagi kitoblarni qidirib topsa bo'ladi. Bu yerda asosan talab ko'p bo'lgan kitoblar, masalan magazinlardan, kitob do'konlaridan topolmaydigan kitoblarni topsa bo'ladi. Xo'p,